Jangal bulaq 21 qism. Men Ketmanning quli emas. Niyaz Qarlag'ashning ota-onasi kichikda o'lib ketgan. U 10 yosh vaqtlardan boshlabla kishilarning yugur-yetim ishlarini qilishib berib, issiqjonni o'g'irg'i bermay yashab kelayotgan ko'k namrat qir bo'ytaqning biri edi. U namrat bo'g'ini qaramay gap qilishga shunchalik usti bo'g'ashqa Qarlag'ash degan laqabni uningga sundirib qo'ygan edi. Demisimi Niyaz birisining qishig'i berib, gap boshlab kelsa, 5 qo'y beribmi to'xtatib olib bo'lmaydigan vaizlarning biri edi. Gülayim buning qandaq odamligini 5 qo'ldek bilgachga g'uchchida ochiq keldi. Shundaqda uningga gap qo'sganmay o'z ishi bilan mashg'ul bo'ldi. Bundaq yalan to'shlarni Gülayimmi yaratadigan qizlardan emas-da. Ash tushimda ko'rgan ay Gülayim qizning dal o'ziga emasmi? Niyaz Qarlag'ash eriqning qarish tarafida Gülayim qarab zo'ngzuyib o'tirdi. Gülayim, gap qilmaysiz-ku? Et deganlik naştada matang yemagansiz? Et deganlik naştada nima ishim bilan sizning nima qaringiz? Ya, anangiz muzliqda, dadangiz tuzliqda topgan bo'lganmi-te, xanim sizni? Gaplaringiz nimanda muzliq ham to'ng sizning. Dadam bilan anam meni topgan vaqtda xuddi kallisida qarab turgandek gap qilayotgansiz ya. Qarab turmagan. Lekin sizdek aqojmining bo'dikida qizlar unda qahrtonda qolgandek to'ng gap qilsa, yarashmaydi emasmi? Bo'lsa, sizga tilimdan sharbat oqqizib turib, gap qilsam yaxshi bo'ladi. Sharbat oqqizmasangizmi, mushu oldingizdagi eriqdagi suvchilik mehringiz bilan qalb etizimni sug'asangiz, o'lsammi armonim yo'q edi, Gülayim. Jul-jul kiyimlar ichida turgan bu abgoarning bunchalik gapga usti ekanligini o'ylabmi baxmagan edi. Voy, ismingizga loyiq Qarlag'ashkansiz. Gapga ustiligini buning. Eski chapanning ichida odam bor xanim. Ko'zga ilmagan cho'maq qanshringizni yerib qo'yamiki? Voy jon, to'liq qo'rg'amni egmay yiroq keting mendan. Sizning qo'ringizni egish tugul, ko'zingizning balxonasiga tikilib qarayolishning o'zimicha men uchun olamcha huzur Gülayim xanim. Ha, endi qarab bo'ldingiz. Asta ketib olamsiz ya. Yili dadam ko'rib kelib, chashqan to'shigini saray qilganda ondan ketamdingiz ya. Meni yeningizdan qo'g'lashga altirab ketding, xanim. Ko'niladi baqwa, xiridaring bo'lmasa ziboliqing ne kerak deb ekan. O'sni jamolingizni birdam tomosha qilib qo'yay. Miskin dilim shodliqqa, og'zim tatliq to'lsa gap emas. Voy, men o'g'irni gapga ustiligini ko'rmamdigan. Qaymoq aralash hasaldek gaplarim bak tetib ketgan bo'lsa, bir pinhon joyni makon aylab, necha vaqtdan beri yig'ilib qolgan ko'ngil so'zlarimizni izhor qilishib, huzuri dilning osmonida erkin parvoz qilsak bo'lmasmi, xinam? Voy, aldirabla xo'jam, sizlar bilan pinhon joylarda uchrashib bersam, kesakka gul sanjib qo'ygandek, ig'ilg'i zadvol tatgandek ish bo'lmasmi? Sizdan bir gapni so'rg'im kelyotdi, Niyaz. Uyingizda aynak bo'lsa, bir qarab yiqib o'zingizning hozirgi aksini obdan bir ko'rib etib, ondan gap eting menga. Voy, xanim, umringizda bir qatim olmayib boqqanmisiz? Tashqi qiyofati shunchalik chiroyli hamda ko'rimsiz olmaningmi, ichidan chiqadigan ta'mi o'xshash. Har ikkilisini yesangiz olma tetidi shu. Tashqi qiyofati rangdor tuxumningmi, ichidan chiqadigan seriqi o'xshash. Shuncha odam deganning tashqi qiyofati degan olmaning po'sti bilan tuxumning shakliga o'xshaydi. Gülayim Niyaz Qarlag'ashning gaplarini anglagan sira anglag'isi kelyotdi. Lekin 6-chisimi o'zangidan tushgisi kelmay, uyga kirib ketmoqchi bo'ldi. So'z cho'chki yomon bu mahallada qiz yigitning paranglashib turganini ko'rib qoldimi? Bo'ldi. Birdamning ichida tilladi doston bo'ldi. Gülayimning Niyaz Qarlag'ash bilan paranglashqisi bo'lsa-mu, xalqning so'z cho'chkidan qo'rqdi. Yana bir tarafdan Arnumusni
bir chetga qayirib qo'yg'isi kelmadi. Enem, bu ussuzluqda chanqab ketgan mendek bir soyilni bir martam mehringizning buloqlarida qandirib sug'amay ketib barsiz ya ajab. Ustad chanqab ketgan bo'lsangiz-chi, oldingizdagi eriqning suyini ichib turing. Men eriqning suyini yanchiqimga sapmanmagandan keyin. Gülayim shundoq deb viliqlab kulgunicha darvoza ichiga kirib ketdi. U uyga kirib bo'libmi, tamoq atgash derazadan pat-pat iriq bo'yiga qarab qo'ydi. Niyoz Qarlag'ach Urayim Posakdan kelib kelishidan qo'rqdimi, uzoq turmayla qaytib ketdi. Gülayimning sirtqa chiqibla Niyoz Qarlag'ach bilan paranglashib, xeyli ko'ngli echilib qolgan edi. Burullarda etizda zo'r ish chiqqandila, ondan u ota-onasining ko'rsatmasiga asosan sirtqa chiqib, havo yeyish fursatidan bahramon bo'ladi. Gülayim, sen to'y bo'ldigan kelinchakdek yasinib yurmay, etizga berib, onangga yordamlash, ha? Tushdan keyin borsan jimo. Kechda ketib qolma yana. Dedi Urayim Postak tushlik tomoq vaqtida. Uyda akamdek erkish tursa, men yordamlashamdim etizning ishlariga. Akang tushdan keyin men bilan tugmanga birga bordi. Sen onang bilan etizga bor. Tugmanga men boray. Tugmanda qildigan ishlarni sen qilolmaysan. Dedi Urayim Postak qizini silkiginicha. Gülayimning tugmanga berib, ügüt ep kelganlar bilan bir necha qiz bo'lsimi paranglashilish fursatidan mahrum qolganligiga sal ichi pushdi. Tushdan keyin onasi bilan etizga berishga majbur bo'ldi. Bug'doyning o'rniga qunoq terilgan bo'lib, Chinarxon bilan Gülayim qunoq urug' silingan joyni puti bilan ko'mib chingdaydi. Bunda qilmaganda sog'an urug' uchiqib qilib unmaydi. Ikkisi qunoq urug' tikilgan kataklarni ko'mib, qirining tuviga urug' tikvasila ish tugaydi. Biroq Gülayimga faqatla ish xo'shaqmidi. Uning xiyoli bo'linib, qandoqdir beyaramchilik ichida ulug' kichiktinib, turibli ish siqiladi. Uning tuzdak yasinib, odam ko'p joylarga bag'usi hamda kishilar bilan paranglashqusi keladi. Uning onasiga yordamlashkusi kelmay, oxiri obdan bir bahona topdi. Voy hey ana, beshim pek og'rib ketyapti, issiq o'tib ketgan o'xshaydi. Chinarxon qizining pijg'irim issiqda onarda qizirib, chip-chip tarlab ketganligini ko'rib, sal ichi og'ridi. Amsa av o'rikning soyisiga berib birdam o'ltirib salqindival. Ana, beshim birsi urib chiqayotgandek pek og'rib ketyapsa, yenim yatatibli turdi. Men uyga ketgili qo'yg'ina. Sen uyga ketsang, bu ishlarni men yolg'iz qilib bo'lamayman. Urug'ni vaqtida ko'mivamizsaq, qurib ketsa, urug' unmaydi. Undaqda men issiq o'tib ketib o'lib ketsam bo'ladi ekanda. Birdam soydab o'ltirsang, o'ngshilib qolsang qizim. Bir qo'limizni ishga qilolmay qolganda, putimga put, qo'limga qo'l bo'g'ina bir. Ma'qul, shundoq qilay. Hechapmi to'ydim sizlarga bola bo'g'inimga. Odamning holiga faqat yetay demaydi ekansizlar. Chinarxon qizining qaqshashlariga parvo qilmay ishini qilaverdi. Uni uyga ketishga ruxsat qilsa, kechda Urayim Postakning til ahonatiga uchraydi. Gülayim o'zining qaqshashlarini onasining qetiga epmi qo'ymaganligini ko'rib, ichida bir nimalarni g'o'tildig'inicha etizdan ketib qoldi. U ko'zi kichik dadisini bayqib bo'lolmay, rayi yenib qolgan edi. Gülayim etizdan ketib, uyga kelib, yuz ko'zlarini yuyib, kiyimlarini almashtirgandan keyin nima ish qilish to'g'risida bir hazo o'ylandi. U yanala mahallaga qayrildigan do'qmushtiga do'konga berishni qaror qildi. Yanchuqda bir narsa setib olgudek, bir sinib qichoqliq pul bo'lmasimi? Har kuni do'kon oldidagi aptop sinib o'tirib, g'ayvat qiladigan gazirchi xotinlar bilan mungdishib, yangi ishlardan xabardor bo'lmoqchi bo'ldi.
6 mo ingizliq bilan 20 mo terilmay oq tashli o'tilgan yerini tashilab, qirlarini o'ngshashqa bir hafta vaqt ketadi. Matqurban Kanay bir hafta kech kunduz tugidek katman chepib, alqonlari qopirib, chak-chak yerilib, qo'li yumilmas bo'lib qoldi. Yozning pijg'irim optipida chiroyi kuyib, ko'sayda qap-qora bo'lib ketdi. Lekin u qilgan ishidan qilchilik pushaymon his qilmaydi. Ota-onasi uning tortgan jafolarga chidamay, pat-pat qaqshab qo'yadi. Az yegan to'q yeydi, ko'p yegan poq yeydi deganni anglab baxmagan bola ekan bu. Nima qiladi deyman azizjonga ekaksila. Bug'doyning o'rniga qo'noq tergan bo'lsak, buncha jafo tortib yurmasdik. Dada, sen shu ko'ngliqni eslab olib, bug'doy bilan qo'noqlar terib faqat jiningni beqib kelding. Menim shu bir umr jonini boqadigan qora dehqon bo'lsin demaydigansan. Sen dehqon bo'lmay nim bo'lyapsan hozir? Ha? Necha kun bo'ldi, yilimi etizning kamay katman chapqili bir hafta bo'ldi. Puchuq zag'irni yolg'iz yegan chiroyingmi qolmadi seni? Dada, men jafo tortsam vaqtni tortaman. Sendek bir umr katmanga qul bo'lmayman. Yo, ma gapni ko'ring. Xotir eshakka tilla taqa, eski chapanga masht yaqa degandek cho'ngchilik qilishni xeyli o'rganibsan, ha? Men jinimda bir umr qutlanmagan katmadin, sen qutula olasanmi? Men cho'qim qutulaman. Ko'nlarning otasi atamagan qo'ng'izni bolasi etibdi to'ngizni degani anglamagan o'xshaysan. Ay, qani ko'rimizg'o bolam, ha? Kunlatiga uzun. Cho'riq bilan xampig'i sakriginingga amon pushaymon qilasan-ku sen. Hozirg'o yerni sug'uribmi bo'lding? Jafo tortsangmi? Lekin ish oldingda. Savzini terib bo'lsang, uni o'timasang bo'lmaydi. Savz degan ussuzlikqa paylamaydigan ziroat. Bug'doy qo'noqni 15 kunda bir qitim suvag'inimiz bilan ko'ktat deganga haftada bir qitim suv kirmasa bo'lmaydi. Gap mushada bolam. Yerga suv arsak, Davud Dorg'a degan o'g'riga xushamat qilib, qimmiginimiz qolmaydi. Tergan savzangni qo'ritib qo'yib o'ltirmasang-ku mayli edi. Undaqmi bo'lmasa da, o'lmagan jonda umid bor. Bir amal qilaman. Dadangning gapini anglagan bo'lsang bo'ladi, bolam. Olingga beqib oltat, xaltangga beqib untat deydi ko'nila. Qo'limizdan kelmaydigan ishlarga esilmi o'g'liq. Dedi anasimi Ushur Kanayga bo'lishib. Matqurban gap qilmay, katmanni elib, etizga mangdi. O sug'urishdan ilgari etizning o'ng'ul-do'ng'ul yerlarini bir qator o'ngshigan bo'lsa-mu, sug'arga vaqtda yana takshi emas yerlari maniman deb chiqib qolgan edi. Oltimo engiz yerning jiq takishlaydigan yeri chiqmadi. Lekin termay oq tashlanib qolgan 20 mo'ya Matqurbanni xeli obdalla hozirtib qo'ydi. Endi ishe karusida igiz yerning to'pisini pas yerga tushib, etiz ishini takshilimsa, har qatim sug'arganda qiynalib qoladi. Lekin hozir to'p tushiyman deb yursa, oz deganda 4-5 kun vaqt ketadi. Angacha sug'argan yerning ozisi ketib qilib, uruqsasi unmaydi. Shundaqdimi yerni takshilamay bo'lmaydi. O bir oz o'ylanib qilib, kechini kunduzga ulab ishlab, ishni muddatdan burun tugatishni o'ylab, darhol harakatga keldi. Jangal buloq 22-qism. Hasrat ichidagi qiz. O ishe karusi bilan jiddiy to'p to'shiyotganda Davud Dorg'a uning qishig'i keldi. Matqurban Kanayning yolg'iz jiniga 20 necha mo'yaga savzi termoqchi bo'lganligini anglab, chidayolmay ichidan to'ng'iz qatirab ketayotdi. O butun zehni bilan to'p to'shiyotgan Matqurbanga nim deyishini bilmay, bir oz o'ylanib turgandan keyin ig'iz ochdi. "Ey, Matqurban, bu yoqqa." Matqurban qilayotgan ishini qo'yib, Davud Dorg'aning yoniga keldi.
Ama sen qoluqını ding tutib angla. Başqalar qonaq terisa, sen öz beşimchilik qilib, savz termoqchi bo'lsa. Boshqa ziroat terish uchun yezliq hukumatning tasdiqini elish kerakdi. Bunda öz beşimchilik qilishni kim qo'ydi sana, ha? Shodijon, men o'z beşimchilik qilmadim. Mahalla komitetiga berib sekretarning ruxsatini olib, ondan termoqchi bo'lyapman savzini. Bu gapni anglab Davud Turg'unning demi ichiga tushib ketdi. Shundaqdimi yana sirtmiqini bo'shatqusi kelmadi. Ha, ma'qul. Nochkansa. Sekretardan ruxsat topsa. Lekin 20 necha million suv haqqini oldin ola to'lishing shart. Bu endi nima deganlari Shodijon? Boshqalar suv haqqini yil oxirida topshirsa, men oldin ola topshiramda. To'la og'zimni g'erishlimi dedim. Boshqalar degan boshqalar, sen degan sen. Men topshir desam topshirmaslikqa nima dedim sening? Men mo topshirmayman demayman. Men mush mahalning nupsiga odam. Men mucho boshqalar topshirganda ondan topshirman. Ma'qulamsa, shundoq qil. Yeringa suv kelmay manqonni eqitib oldimga kelsang, shu chaqda meningmi gapim tayyor. Undaqmi bo'lmas Shodijon. Mahallaga suv kelsa, menmi sug'uraman. Navoda sizlar sug'urmaysan deb turib olsalar, shu chaqda gap bo'z qilishamiz. Sizlarni boshqargan odam chiqmasligiga ishonmayman. Bu gap Davud Turg'unning jiniga tegdi. Saqal burutlari o'sib ketgan, quruq yuzlari likildab ketdi. Uningga bu mahalladagi cho'ng kichik, to'ng pishiq hammaylar xo'sh deb turadi. Degan gapi xato bo'lsin, mayli to'g'ri bo'lsin, u bir desa, hech kim ikki demaydi. Gapini hech kim yiranmaydi. Ma yuziga tuk chiqmagan qo'ng'altoqning gapini ko'ray. Hey, men Davud Shodijonni salchaqlab qo'ygan o'xshaysa, ha? Men bilan etishma deganing o'zingning go'shini o'zing yegiring bo'ladi. Hey, tuk tushmagan so'yma. Kimga gap qilayotganingni bilamsa, ha? Texi menga tahdid selayotamsa? Bilib qo'y qo'ng'altoq. Sen ma mahalladagilar teriyotgan yerning ishkasiga barobar keladigan yerni teriyotsan. Shuning uchun o'pcha emgakka dadang bilan ishga mangasa. Kimning chiqargan qoidasi bu Shodijon? Mahalla ichida net yuzmo oqiya tursa, mahalladagilarni terisi bo'ladi-ku. Kim ularni ko'p yetirmisin debdi. Yertirman deganlarning putqulini men tushib qo'yibdiman-ku ya. Davud Turg'a Matqurban kanaga gap deb bermay, gadangicha qizirib ketdi. U ta mushkamgacha u bundaq o'zi bilan tang tura oladigan birisini ushurtib boqmagan edi. Qisqasi, uning bu mahalladagilar qilgan har bir so'zi rad qilingusiz edi. O'zi qo'ng'izdek, gapi to'ng'izdek qo'y. To'li men bilan tang bo'lma dedim. Men mahallaning Shodijonligini qili 10 yildan oshdi. Shu jarayonda men bilan purchiq pishmaganlar ziyon tortibli keldi. Uqdoma? Shunga meni salchaqlab qolma, ha? O'ynashmang arbob bilan, arbob salor, arbob bilan. Matqurban kanay bu gapdan qilchilik cho'chib qolmadi. Aksicha qaqoqlab kulib ketdi. Shodijon, sizga bir ko'plik she'r hadiya qilib kelyapti. Anlab tursalarmisiz, ha? Ba'zilari shoh turib qatma yashaydi. Birovlarga mushpesh va atma yashaydi. Ba'zilarga samonliqning ochqichi yetagsa, kerilib ishtonga patma yashaydi. Matqurban kanay she'rini o'qib bo'lgandan keyin eshak karvasining yeniga ketdi. Davud Turg'a nim deyishini bilanmay, qoqqan quzuqdek qetibli qoldi. Ayşugülning onasi tunglikdan qochirib o'tgandan keyin kashkichi bo'lgan arliqda jigdilik to'tandiki
qator ujmi tikilgan eriqda yig'lab o'ltirdi. Qarang'u tushishi bilan u qo'qishga boshladi. Yaqinli atrofdagi qapoq terakka qo'nib olgan huquqish to'xtamay vahimalik ulaydi. Ayshugul o'rnidan turib, eriq ichidan 2 qadam mengishig'ila oldidan paloqshib bir narsa uchib ketdi. Ayshugulning qo'rqundan yuragi ig'ziga tiqilib qoldi. U bir oz turib olgandan keyin qo'rqinchi besiqdi. Lekin u ketib o'tib, qayoqqa mengishini bilolmadi. Hadislar tayoq to'qmoq jidal purab turadigan bu mehrsiz oiladan to'limiz zerikkan edi. Ammo u uyga qaytmasa, nega boradi? Nada turadi? Mushu masala Ayshugulning beshini qattiradi. Kichkidan boshlab u dadasining bir haqiqatan quchqa qilib erklatganini aslayolmaydi. Faqat dadasining aqliga kelgandan boshlab o'ziga o'rinsiz ishlar uchun vaqirab-chaqirab to'lg'inli esida bor. Bir ishni xato qilib salsa, shu hamonla dakkisini berib, onasining to'sishiga qaramay, qo'liga chiqqan narsa bilan urg'ini esida bor. U mushundaq bir muhabbatsiz odamning o'ziga dada bo'lib qolganligiga to'limi pushaymon qiladi. Lekin amal qancha? Yo'lda ketayotgan birasini dada qilib bo'lsin. Bo'libmi dadasining bugungi yo'lsizligi uning jinidan o'tib ketdi. Nozik qalbi chul-chul bo'ldi. Bu dadamning yoshlik chog'lari bo'lmaganmidi? Bir qizga ko'ngil berib, uning ishqida o't qovab bo'lgan, unutilg'isiz aslimalarga to'lgan go'zal yoshliklari yodidan kechmaganmidi? Bir yigitning bir qizga ko'ngil berishi normal ish tursa, nimacha vaqt ketadi? Balkim ikkimiz sal chekdan oshirayotgan bo'lsak-mu, texi cheklangan mevani yeyish bosqichiga berib qolmadik-ku. Mening g'o mayli deb turayli. Bichora Arshidimmi men sabablik noyaqtil asarga uchirdi. Dadam Arshidinga nimishqa buncha ola o'shiq qiladigandu. Ayshugulning ko'ngil ekranida Arshidning simasi paydo bo'lishi bilan u o'zini tutib ololmay, bo'qildab yig'lab ketdi. Arshidning dadasiga yalvorib, yelingan holatini ko'z oldiga keltirib, yuragi pari-pari bo'ldi. Ayshugul ikkinchilab oilasiga qaytmaslik qaroriga keldi. U ujumlikdagi eriqdan chiqib, Arshidning uy tarafga qarab maqdi. U bir necha qadam ilib, yana o'ylanib qoldi. Men Arshidning uyiga nima deb borman? Acaba uningga xotin bo'g'ilmi? Yo'q, bu mumkin emas. To'y qilmay turib, bir erning uyiga kirib o'ltirsam, dadam tarafidan to'sqinlik uchirishim mumkin. Undaq bo'lmagan taqdirdimi, xaq mening yuzimni ko'tirib yurgisiz qilib aytadi. Arshidni mening bilan yiroqlarga qochib ketishga ko'ndirgilmagan otamdimi-ya? Shundaq bo'lsa mayli edi-ku. Bu yerda hasratning tugmallarida undek izlab yurgicha. Lekin Arshidim buningga qo'shilamo? Qo'shilgan taqdirdimi, dadamning bu mijozi bilan kunlarning birida mahallaga qaytib kelsak, meni o'ldirib etishi mumkin. Bo'ldilar. Arshidimni tanglikda qo'ymay. Eng yaxshisi bu mahalladan o'zim yolg'izli beshimni olib chiqib ketay. Yiroq ketish oldida Arshidimni bir ko'rib olay. Mushu ketgancha ikkimiz qachon ko'rishimiz buni belgilab bo'lmaydi. Ayshugul Arshidning uy tarafga borsa, qo'lin qo'shlar ko'rib qolsa, so'z so'chaq qiladiganligini bilib, sal ishkilinib qoldi. Bo'ldilar. Bu kechada meni kim to'naydi? Arshidning ota-onasi har qancha bo'lsa-mu, mening dadamdek ta'tir emas-ku. Ayshugul mahallaning oldidagi yo'l bilan Arshidning uy tarafga qarab maqdi. Yo'lda ancha-muncha mahalladagilar uchrabmi qoldi. Qarong'i bo'g'achqa Ayshugulni hech kim tunimadi. Ayshugul Arshidning darvozasi oldiga kelib, uyga nim deb kirishni bilmay turib qoldi. Arshidin uyda yolg'iz bo'lsa, uning ta'liyi. Navoda ota-onasi bo'lib qolsa, u qizlik qarindoshini bir chetga qayirib qo'yib, uning bilan erkin ozoda paranglashamaydi. Ayshugul nima qilishini bilmay, ishkilinib turgan vaqtda Arshidning uy tarafga kichikroq bir gavdaning kelayotganligini ko'rib qoldi. Qaraganda u bir kichik boladek qiladi. Hay, to'xtab turing. Ocha, nimishdi? Bu 12 yoshlar chamisidagi Turdi ismli bola edi. Qayerga mangding, ukam?
Dadamning Arshidin akamga yetkazib qo'ydigan muhim gapi bor ekan. Shuni deb qo'yg'ilmoqdim. Ha, ukam, xapolmay Arshidin akangni sirtda bir odam sizni chaqiryotidi deb qo'yamsan. Esingda bo'lsin, hargiz ayol kishi chaqirdi deb sanmaganchimu? Ma'qul acha, siz degandek deyman. Bala gapini tugutib kirib ketdi. Aradan 5 minut o'tgandan keyin eliqi bola bilan qomatlik bir gavda darvoza oldida paydo bo'ldi. Bu qomatlik gavda Oyshugulga tunish bo'lgan Arshidin edi. Arshidinmi darvozaning 5-6 qadam nerisida turgan Oyshugulni tunib, joyida to'xtab, eliqi bola yiroqlab ketgandan keyin ondan qeshig'i keldi. Arshidin, bormisiz? Oyshugul o'zini tutib ololmay Arshidinning bag'riga etildi. Yig'lama jinim. Ovozingni past qil. Boshqalar anglab qolmasin. Oyshugul xitildab yig'lab, gapmi qilolmadi. Arshidin bo'lsa, uni bazlab, ko'z yoshlarini surtmoqda edi. Seni dadamning urg'onligini anglab, bakmi ichim pushdi Oyshugul. Urg'on yala hozirmi og'riyotamdi? Mening yuragim og'riyotidi. Bilamsiz, Arshidin, men uydan qochib chiqdim. Endi o uyga ishkenchilab qadam bosmayman. Dadamni ko'raga ko'zim yo'q. Undaq dema Oyshugul. Sen degan qiz bola tursan, uyga bormay nega borsan, ha? Jahonning etiki kengri. Men boshliqdek bir makon chiqib qola. Yo'q. Bundaq yeniklik qilma. Yaxshisi uyingga qaytib ket. Men ikkimizning ishini dadamga degan. Dadam pat orada sizlarning uyga so'g'i salomlarni elib, ko'ngil so'rab bormoqchi. Shunga hozircha yeniklik qilmay, uyingga qaytib ketib tur, ha? Yo'q. Men uyimga ketmayman. Yavuz dadamning chiroyiga qarashdimi qo'rqadigan bo'lib qoldim. O shunchalik vahshiylashib ketdiki, dushmaniga qilmaydigan azorni onam ishkimizga qiladi. Bundaq bag'ri tash insonning ishkimizning qishiga qo'shilishidan hargiz umid kutgili bo'lmaydi. Shunga ota-onam uning qishiga berib jinini o'pirtib yurmasin. Savr qilsaq, sivat suv to'xtaydi Oyshugul. Egilgan bo'yinni qilich kesmabdi degan gap bor. Eng yaxshisi sen uyingga qaytib ket. Boshqa yoqqa ketsang uydan qochib ketgan degan nom bilan yomonatig'ing chiqib qoladi. U chaqda dadang seni hargiz kechirmaydi. Qochib ketsang, ikkimizning ishiga daxlisi bo'lsa borki, hargiz foydasi yo'q. Oyshugul Arshidinning gapining to'g'riligini his qildi. U Arshidinga dadasining qilgan azorlarini bir aytib berdi. O'z so'ygunning beshiga kelgan javrlarni anglagan Arshidinmo chidayolmay ko'z yoshi qildi. Hamda uningga yaxshi so'zlarni qilib, ko'nglini avundirdi. Oyshugul Arshidin bilan xo'shlashib, o'z uyiga qaytib keldi. U darvozaning oldiga kelganda yuragi po'kuldab so'qib ketdi. Shu topda u dadasining oldiga kirishdan qo'rqib. Jangal buloq 23-qism Iriq bo'ydagi jidal. Dadisi 7 boshliq yalmavuzdak uni ko'ribla yalmab yutulgandek butun badallari shurkinib ketdi. Shundaqdimi xatarga tavakkul qilib uyga kirmasa bo'lmaydi. Faqat Arshidin bilan visol damlariga ulish olislar. Hozir har qancha alam kulfatlarga uchrasimi, chidashni o'ylab darvozadan kirdi. Uyning ichidan jinchiroqning yurug'i chiqadi. Oyshugul qo'rqibgina uyga kirdi. Uyning bo'lug'ida yuzlari ko'yib, terisi tushib ketgan onasi hasrat ichida ulug' kichik tinib o'ltiradi. U eshikdan kirgan qizini ko'rib, o'rnidan turib, ho'ngrab yig'lig'inicha Oyshugulni bag'riga bosdi. Hanım bo'lsa qaytib kelding qizim.
Senden bekle ensirdim. Açıqda özünün birini qilib olamıken deb. Ağzınızı üşütmən ana. Sizni dadamның tayqığı yalğız taşlap qoyub ketmeymen. Həras, dadam görünmeydi o. O çilpöre azraq iş bilan xoşlanan uyga chiqib ketgan. Kiradigan vaqtimi bo'ldi-ku deyman. Ular shundoq deyishib turishig'la ishikdan Salikash kirib keldi. Amdi keldingmi uyga? Aqdamiliqning chalmisi yomon, xotin kishning lalmisi yomon deb rostlatdika ko'nla. Lalmi ishda kaganda kelib, ketgun kaganda ketadigan. Dallal xotinning chuq satmas ko'rib qoldingmi oyni? Poqigan to'qojinda, Bugun vaqti bo'lsa, qo'nalg'usin topadim-da. Yo'qlayman. Bir nima terib yegan yering ketaman, bo'la. Dedi Salikash qiziga qo'lini sheltib. Ayshugul lamjim demay yerga qarab o'ltirdi. Elimaxon u yoqda Ayshugulni yana urib salamu deb yuragi suv edi. Gap so'rayaptimi sendan, Bazdek o'tirib ketdim mana. Kimning yundisini yalab kelding, yundikash? O havalı bolsuğu, əmdi şoqluqı paylamay bir işlarını qıp sağandı desem bulatdı. Küylep qağa inek cinində qaranlı sundurub keçip ketmeydim anda. Qancı dığırap ketken bolsan mı? Çidacıma görüp boğucu. Salikash qizini ursa, yana keçip ketishdan qo'rqib qoldi-mu? Faqat zuvoni talg'uch tillab, yana to'xtab qoldi. Davud Turg'a kech bo'lib ketganiga qaramay, Matkirim Sho'pakni uyga chaqirib, uningga ta'lim berib o'tadi. A'zolari gap qilgan vaqtingda, chiroyingdan, amaldorlarga xos surayvi chiqib tursin. Uqdingmi? Ularga qat'iy tishining iqini chiqaribsanmi? Shunda qildingmi? Bo'ldi. Gadiningga menadi. Ma'qul Shodijon. Ta'limlarni qo'ligimda ching saqlayman. Qo'ng'altoq. Seni ching saqla demadim. Shu bo'yicha ijro qil da'vatima. Obdan Shodijon. Deganlarini chuqum esda tutaman. Yo'q. Shu bo'yicha ijro qilaman. To'rda ta'til ko'rpining ustida badashxon qurib o'ltirgan Davud Turg'a uyning orichida o'ziga qismoqdek egilib turgan Matkirim Sho'pakka qadimki zamondagi podshohlarga xos surhayu bilan kibrini ko'rsatib so'zlab o'tadi. Yana bir gap. Qo'liqingni ding tutib angla. Kishilar seni yiroqdan ko'rsimi, ayminib qilayotgan paranglarini to'xtatadigan bo'lsin. Shundala ular sening har qanday gaping o'tadi. Hech kim sen bir desang, ikki deyishga petiranmaydi. Uqdingmi? Obdan Shodijon. Sizlarning ig'izlardan chiqqan har bir ig'iz so'zmi muqaddas farmon emasmi? Texe bu odat kishilar. Sen soymuğu öğütüdüğallarım cıq texe. Hazırca sana berdiğin ta'limlarim muşyada ayaqlasın. Aras, bugün akşam lay düşüp qalğan eriqni çipişqi adam o'rlashtirdingmi? O'rlashtirdim Shodijon. Lekin ba'zilar sal norozi bo'lyapti. Shodijon bizni kunduzi ishq selib qanmay ketsimi aram bermamdikin deb. Qaysi yalan to'shgan ava shundaq degan? Yana shu kim bo'ladi? Emin Shangyo degan gap urqi guy bo'lmamdi. Xap. Yani şu qo'ng'altoqmi? Xap. Ajab tirkashdan men bilan. Mo'shundoq tirkashga yeringa 3 ay bag'ringni chuvib, qaytadan qorashtirib chiqmaydigan bo'lsam. Bo'pti. Uni bilan bugun chiqarim olmay tursin. Vaqt kelganda uni o'zim boplayman.
Sen hazırdan özde ammani tashkillab, chapadigan eriqning beshiga apa. Bugun kishilarga sen yetakchilik qilsa. Shodijon bu? Nim bo'ldi? Tilingni chaynaysan-ku. Shodijon, men texi odam boshqarishga kelganda sirida qobiliyatli emas. Uning ustiga mahaldagilar mening gapimni anchibak anglab ketmaydi. Shuni o'zlari yetakchilik qilmasalar, ish oqmay qolarmikin? Sen langtasmi necha vaqtdan beri kaynimdan yurib, nima ish qilishni o'rganding? Davud Turg'a shundoq deb, supidan tushib, u yoq bu yoqqa qarab, kashini topolmadi. Matkirim Sho'pak kashini sog'an yerdan ilib kelib, uning putiga o'z qo'li bilan kaygizib qo'ydi. Davud Turg'a kashini kiyib bo'lgandan keyin Matkirim Sho'pakka qo'llarini chinab turib dedi: Sen bir ömür mening soyamda jon saqlab o'tmoqchimi, ha? Bilib qo'y. Mening jinim ko'zda bog'liqlik emas. Yaxshi ishlasang, kelgusida mening o'rnimga sen chiqsa. Lekin hozirgidek langtasmilik qilib yursang, mening o'rnimga chiqma deyishing, osmondagi g'azning sho'rpisiga non chilab yeganliking o'p qoladi. Obdan Shodijon. Ams shunda olsun. Lekin mahalla a'zolariga meni sal turib keladi deb qo'yjima. Xo'sh, obdan. Matkirim Sho'pak chiqib ketgandan keyin u hujra uyiga kirib, Yavuz xotini Manglashxonning put-qo'llarini ulavotadi. Davud Turg'aning bayqa kavorligi yo'qab, bayni igisidan bir parcha so'ngak tomoq qilib, quyruqini shipangishtirayotgan itga o'xshab qolgan edi. U chiroyga xushomatchilik bilan kulki yuguritib turib, ko'zlarini yerim echib yotgan xotinning qeshig'iga keldi. Xotin, amsi men likkida mahaldikilni boshlab, eriq chapqili berib kelay. Men saqlay uxlab beringizmi? Manglashxon beshini yostiqdan ko'tarmay yetib, eriga olib qo'yib dedi: Sen qahvash o'g'ri, bugun eriq chapqili boramsan yoki? Hay, unda qilishga haddimmi xotin? Hozir odam bo'lib ketdi. Amsi men mangdim-a? Davud Turg'a uydan chiqib, eriq chapqili ketgan ma'lum bir uyga qarab mangdi. Qorong'u kechida bir to'p kishilar g'udrashqinicha ketmanlarni do'lisiga ilib, eriq chapqili mangmoqda edi. Kishilar qoqshig'inicha mengib, eriq beshiga yetib keldi. Qani aski palazdak so'ramini qilmay mang'ili tezroq. Sargi suv kelsa, mavi eriqni chep ulgurtamaymiz juma. Dedi Matkirim Sho'pak kelayotganlarni oldirdi. Shunda qilyapmiz xo'jam. Qadamni birdan elib manganda bo'ladi ekan. Bizning oldimizga Shodijon xo'jam taxtravan avatmigan? Sening maddohliqing bu ish o'rinda oqmaydi aka. O'zingni bilib gap qilsang bo'larmikin? Shikoylandikilarga akilgandek akilmay juma. Rodipay amal tutsa ig'ilg'i zadival tatidi degan rasmi nima? Nimanda o'zingni bilmaysan-ya fikamsan? Bilanmay nima qildim? Ishqa oldirayli deganim xato bo'ldimi? Matkirim Sho'pak Davud Turg'aning o'rgatgani bo'yicha o'kirdi. Xiyolda u mushundoq bir nechasi bilan so'qishib, gapni yengib olsam, qolganlar menga shartsiz bo'ysunib, gapimni anglaydigan bo'ladi deb o'yladi. Fikam, hammamiz bir uydan chiqmaymiz. Endi bir 50-60 odam ishlaydigan kollektiv deganda bunchalik ilgari yillik bo'p turdi. Shuningga mushundaq mingtaga tuzli qo'shib gap qilish ketamdi deyman. Gap deganni silg'iroq desangmi digili bo'ladi ukam. Ba'zilarga mushundaq gap do'razat. Bosh gap qilsak o'tmaydi. Shunga buningdan keyin mening chiroyli gap qilishimni kutganlar sal o'zingni bilib olinglar. Qo'li mening tomirimni tutaman deman aljuma. O'ta para qalcha gap qilmasam nimandiq? Dedi Imin Shangyo chepotgan katminni eriqning qishi ustiga guppida qo'yib. Ey, o'zingni kim ko'rib qolding sen, ha? Seni Shodijon saylaganda biroz qo'lini ko'tarib emas, putunimi ko'tarmagan. Nima nochilik u sana? Xayolingda 5-6 kun Shodijonning chapini ko'tarib, o'zimninki rost Shodijon o'xshaymi deb qoldingmi? Qanday nima va? Bu gapni anglab, eriq chepotganlar gurrida Imin Shangyo bilan Matkirim Sho'pakning atrofiga ulashdi. Matkirim Sho'pak Imin Shangyoning gapini anglab, tapanidan kirgan bir o't cho'qqisidan chiqdi. O'zini Davud Turg'aning o'rniga qo'yib, ko'ringlab ketgandan sal izot etdi. Lekin odam ko'p bo'lg'achqa o'zining 100 obro'yini qo'g'dashga tirishib, og'zini qo'yibdi.
Doppisi gadinni ochmaydigan qurilib qolgan mo'nakka o'xshaydigan qalanda og'zingni beqib so'zla juma. Bakadan baka anamanning ko'zingga ko'z tutib qo'ymayman. Qo'tirak deb qolcha. Kimning anamanasini ko'zi ko'zsa, kimning? Xotinni haqqi solab, daltakning o'rniga chiqqan 6-5 ot qo'yrig'i. Matkirim ahonat kichidimay Imin Shangyuning oldiga etildi. Jangal bulaq 24-qism. Jandın o'tkudek haqorat. O Imin Shangyuning po'kini siqib turishig'ila kishilar org'a kirib, Matkirimni chatga tortdi. Imin Shangyu to'xtamay uni tillamoqda edi. Xotiningni Davud Turg'uga solab berib, o'rniga Shodijanlik o'rniga chiqmoqchi bo'lganingni kim bilmaydi? Sen sulamchining. Sen hozir uning o'rniga kelib bizga daltaklik qilyapsa, bilinman. Shodijan bo'lsa, sening uyingda xotining bilan birga ishlanmasang berib qarab baqa. Sen kunda 3 vaqt belini tutib, hojatga chiqsimi ishdan beg'ini itib qo'ydigan Shodijan xotining bilan nima ish qilyapti menga? Kishilar Imin Shangyuni, "Ay bo'ldi qil aka, pas bo'lgan davatqini bilan ichida xo'p bo'ldi, obdan adibini bading davatadi." Shu topda Matkirim Sho'pak izo dastidan o'lgudak bo'lgan edi. Ikki og'iz gapni ortiq qilib qo'yganiga tatpariyat dedi. Shu topda uningga osmon egiz, yer qattiq bilinyotdi. Endi u kishilarga nim deyishini bilinmay, asta quyrug'ini xada qilib ketib qolay desa, deganda Davud Turg'uning taptani qilishidan qo'rqdi. Shundaqda uning bu yerda turib, kishilarga yetakchilik qilgudek madori qanmagan edi. Kishilar Imin Shangyuni uning qishidan yiroqlab ketgan bo'lsa-mu degan gaplari Matkirim Sho'pakning yuragiga xanjar bo'lib sanjilgan edi. Matkirim kishilar eriq chepayotgan fursatdan foydalanib badar tikivatdi. U turibla Davud Turg'uning o'rniga chiqishning buncha oson emasligini bildi. İç-içidan o'rtab chiqayotgan bir ochiq uni shunchalik bearam qilyotdi. Imin Shangyuning gaplari quloq tubida jaranglaydi. Sen kunda 3 vaqt belini tutib, hojatga chiqsimi ishdan beg'ini itib qo'ydigan Shodijan xotining bilan nima ish qilyapti menga? Matkirim Sho'pak uyning oldiga kelib to'xtab qoldi. Navoda Davud Turg'u bilan xotini to'xtagan o'tirisda Rasululloh Imin Shangyu degandek ishlar yuz bergan bo'lsa, u qanday qiladi? Turibli u o'zi xushomat qilayotgan Davud Turg'uga ochiq keldi. O'zini kishilarning oldida yomon ataq qo'ygan bu badniyat insonni chaynab purkvatgisi va chanuvatgisi keldi. O'ylining darvozasini sakrab tushib, o'zi davomli o'tin kesaydigan o'tkir paltisini qo'liga qilib, uyning eshigini tepib ochdi. Qattiq tepikka bardoshlik beramagan eshik taroqqida ochilib ketdi. Kim? Uy ichidan To'xtaxonning ansiz ovozi anglandi. "Chiroqni yondir, Rasva!" dedi Matkirim g'azab bilan. Birdamlik taroqturdan keyin mo'ruchoqning tachisi qo'yilgan jinchiroqni yiqib, uy ichini g'uva yuritdi. Chiroqni yondirgan To'xtaxon erining qo'ldagi paltoga qarab turadi. Yotqanning ichida 12 yoshli o'g'li tatliq uyquga ketgan edi. Matkirim uy ichini bir qo'ri ko'ztib, Davud Turg'uning yo'qligiga ishonmay, ichkirki uyga sarangini yondirib qarab chiqdi. Hatto o'g'lining yotqinini o'rib baqdi. Oyey, odamni qo'rqitmay, qo'lingizdagi paltini tashlasangiz-chu. Davud Turg'ucha qani? Matkirim Sho'pak To'xtaxonga yavatgudek bo'lib tikildi. Erining surli qarashlaridan qo'rqib ketgan notvan ayol gapini tepib qolmay duduqlab qoldi. Nim da'vatsiz? Matkirim xotinning pokligiga ishongan bo'lsa-mu, boyiqi izohanat uning yuragini tatlab turadi. U paltini taroqqida yerga tashladi. Buni ko'rib To'xtaxon dedi. Orqadilla erining mushbashvalari ustiga yomg'irdak yig'ib ketdi.
Matkirim Şöpek Emin Şangyudan alanmagan açıqını uyga kelib xotindan oldi. Ayol tayoq chidamay hovliga qechib chiqdi. Uning noli faryodi jimjit kechini chakkaltiribdi. Xolun qo'shlarning ishlari ansiz qovushib, ig'ildagi ko'shab yotgan qo'y kallar cho'chib, o'rinlaridan turishdi. Mattoxtu boqa 3-chi qitim kasimo Magnisa katkila unimedi. U ikki balasining yuziga qaramay ko'zini yumib turib, ajrashib ketish niyatiga kelgan edi. U o'lay deb qolgan so'ygi hislarini uyg'otgan Ruzmammat Xo'rozni o'ylatdi. Ruzmammat Xo'roz uning ruhi va jismini butunlay egilab, yurak bag'riga mangu o'chmas muhr besib qo'ygan edi. Mattoxtu boqa bilan 10 yil birga yashadi. Ruzmammat Xo'roz bilan faqat bir qitimla ko'ngil chayga daxil bo'ldi. Lekin tizla Magnisaning yurak tarini titirtib, o'ziga maftun qilib oldi. Magnisa bundoq bo'g'iniga o'zimi hayron. Onasining uyida qig'ili ish topolmay, popayga to'qib o'tirgan Magnisa Ruzmammat Xo'rozni sig'inib, jili bo'lishga boshladi. Anam bilan uyingning orlig'ida xuddi tog'davan badek bir haqiqatim qarang'nimi ko'ztib qo'yay demiding. Haling shunchilikken sen o'g'irnami? Evsit, sana oldirabda ko'ngil qapqinini tutqizib qo'yibdi men. Yig'ilma qizim. Erin kelsa ketmigining bilan yana onunga tatishib yig'layotsan mana. O't qolgan yerning seriq to'pisi ketmigandek bir kunlik xotinning 100 kunlik mehri bor emasmi? Bundaq uyga solinib o'ltirmay, sirtlarga chiqib hava yaptirgin. Ko'nglingmi echilib qoladi. Bu gap uydan talog'i chiqmay o'ltirgan Magnisaga maydak yoqdi. Umu to'qiyotgan popaykisini qo'yib, darvozaning oldiga chiqdi. Ruzmammat Xo'rozni kap qolarmi deb ko'zi cho'ng yo'lda edi. Lekin yo'lda insijin ko'rinmaydi. Ruzmammat Xo'roz bilan Zinnatxonning uyi faqat 3 chaqirimliqli yo'l edi. Magnisa birdam qarab turib, uning kelishidan umid uzdi. U uyning keyindagi baqqa chiqib, oldi pishqi boshlagan oq olmalarni bir hazo tomosha qildi. Lekin yanıla ichini o'rtayotgan bearamchilikdan qutulolmadi. Yarim soatga yaqin bog' ichini sayli qilgandan keyin uyga kirib ketdi. U onasi bilan tushlik tomoqqa tutish qilayotganda birisi darvozani qoqdi. Zinnatxon xamir yo'g'irayotgan bo'g'ashqa say aqlayotgan Magnisaga dedi. Chiqib qarab baqqina qizim. Magnisa darvoza oldiga chiqib, bir qo'lida eshakning nuqtasini tutib turgan Ruzmammat Xo'rozni ko'rib, oyojini bosolmay qoldi. Ruzmammat Xo'roz Magnisani ko'rib, kaynidan onasi chiqib qolarmikin deb o'ylab, unlik ovozda dedi. "Xinem, sotadigan qo'yning yungi bormi? Bor bo'lsa, muvofiq bahoda setib olaman." Magnisa gap qilmay, uning yeniga keldi. "Magnisa, yana bir soatdan keyin uyingizning kayindagi baqqa chiqing. Hozir ko'rsak, onangiz gumonlanib kelishi mumkin." dedi Ruzmammat Xo'roz past ovozda. Magnisa ko'zlariga ching yosh og'an holda beshini lingshitdi. "Hamsa xinem, uyingizga kirib, onangizdan bir so'rab boqamsiz. Qo'yingi bo'lsa setib olay." dedi Ruzmammat Xo'roz ullik ovozda. Uning harusida seriq tag'arda bir necha tag'ar qo'y yungi turadi. Magnisa Ruzmammat Xo'rozning o'zi bilan ko'rish uchun topgan bu amaliga shundoq so'yinib ketdi. Umi chandurmay
uyga kirib ketdi. Biroz vaqtdan keyin Zinnatxon chiqib, qazloq uydagi azroqqina qo'yingini elib chiqib, Ruzmamat xo'rozga sotdi. Mang'nisa necha vaqtdan beri ko'rishga intizor bo'layotgan bu sevimli kishining vasliga qanib olishining istikida tomoqnimi nihoyatda aldirab atdi. Ikkisi tarqamda o'ltirib tomoq yegandan keyin Zinnatxonni asnak tutib uyqu bosdi. Ana, siz uxlang. Qochquchilarni men yuyitay. Zinnatxon ma'qul bo'lib, yostiqni beshiga qo'yibla pushtak chilib uyquga ketdi. Mang'nisa qochini yug'unni yuyib, yumog'ini shu peti tashlab qo'yib, uyning keyindagi baqqa chiqdi. U odamning biliga chiqadigan qunaqliqning o'tirisiga oq olmani bo'ylab mengivadi. Olmaning tuviga berib bo'lay deganda, keyin tarafdan anglangan sharaqshigan ovozdan cho'chib vaqirib etishga tasliq qoldi. Uning keyindagi qunaqliqning orasida beshini chiqarib, Ruzmamat xo'roz turadi. Mang'nisa yuragini tutqunicha dedi. Ruzmamat xo'roz sapsariq tishlarini chiqarib kuldi. Mang'nisa, qo'rqib ketdingizmi? Bu beshani yedigan sasuk, qo'rqitib jinimni olding. Davomli qiladigan ishim mushu bu goldongning qo'noqlikning orasiga kirib olib odam qo'rqitib. Voy, qo'noqlik degan ikkimizning o'tdek yalqinjab turgan havaslarimizni qondiradigan illiq makonga aylandi. Voy, yuzi qilin go'cha. Xijil bo'lmay davatgan gipangni qara. Sen meni bir ömür qo'noqlikning ichida sochujini olgandek qushlab o'tmoqchimi? Voy, hamish bundoq bo'lmaydi, Mang'nisa. Seningmi izzatingni qilib, zilchigilamning ustiga selingan tovar ko'rpining ustiga boshlaydigan chaqlarmi kela? Mang'nisa Ruzmamat xo'rozdan o'zi kutgan javobga erishamay, ko'ngli yerim bo'ldi. Uning o'ychi bo'lganda Ruzmamatni turmushning harusini so'rashga o'zi bilan ahdilishidi deb o'ylagan edi. Qaraganda u Mang'nisani zirikkandil izlab qo'yib, qolgan chaqda kari yo'qdekmi qiladi. Ruzmamat qirda o'ltirgan Mang'nisaga chaplashib o'ltirdi. Uning bu qiliqi Mang'nisaning texmi jahlini qattirdi. Bu aldamchi kazzab. Voy, Mang'nisa, xapamig'ina jina. Sening onangning uyiga yamonlab ketganingni mushi yaqindilib uqdim texi. Bo'lmasa bu chaqcha seni necha ketim izlab kelib, Osmonni qondirib, yurakdagi o'chgan o'tingni yandirib bo'latdim jinim. Hamda buningdan keyin undaq bo'lmaydi. Sendan so'rab baqay. Sening men bilan aralashib o'tishingdagi maqsading zodi nima? Sen men bilan davomli mushunda qo'noqlikda bulung pushqaqlarda ko'nglingni xush qilib o'tmoqchimi? Mening qandoqligim sangimi ayon. Xotinim o'lib ketgan shuncha yillardan buyon bir nenim ishga bo'lmadi. Chapinim tizimdan oshmadi. Qilgan ishlarimmi ilgari bosmadi. Ta hozirgacha qayta o'ylangudek sarmoya yig'anmadi. Sanga o'ylanay desammi, Mattoqti buqa seni hargiz qo'yib o'tmaydi. Endi shu mushunda qilib ko'nglimizni yashintib o'tmakdan boshqa amalimiz yo'q. Men Mattoqtidan ajrashib ketsam-chu. Ajrashib ketsan tez yaxshi. Ikkimiz bunda qo'noqlikda yo'shirinib yurmasakmi, didorlashmoqimiz o'ng'ayga tushdi. Ajrashib ketay deb yaxshi o'ylabsan. Voy, ahli bulg'anib ketgan soxugacha. Esid, senmi erkishi bo'ldingmi? Men ajrashib ketaman desammi texi, etiti, mititi, qo'lim ximiti deb tursan-ya. Mang'nisa, ko'nglimni tushunsan qanda? Onangning uyiga ikki qo'limni burnimga tiqib bosam, emas menga. Acaba men sening puling yo'q ekan deb tegmay turib olamanmi? Sen-ku undaq demaysan, lekin bu sen shundaq yaxsan pishamu, ko'msan pishamu deb o'ltir. Men bilan bir umr birga o'tishni o'ylasang, men izda. Bo'lmasa, hozirlik ko'zimdan yo'qol. Undaq sen rastilla Mattoqti buqidan ajrashib ketamsan. Undaqda bolalarning yuziga to'piqinib qolmasmi? Mening mushu ishchan bir jip qo'limli bo'ladi ekan, bolalarimning bo'ynini qisib sanmay cho'ng qilaman. To'nguzning uyida chidg'ichiligim faqatli qolmadi. Lekin menga tegsang, jafo tatib qolasanmikin? Meni azroq qondirg'in Ro'zmamat. Laqimim xo'roz deb uchirganli mekiyanga qanot so'rab bermaydigansan. Bilsang, jafoning ustiga to'lgan odamlar biz.
Jangal buloq 25-qism. Gapning tegidi gap bor. Мәттоқты бұқыдың ажырышып кетемсі. Ондақта балларыңның yüzіге топы қонып қалмас ма? Менің мұшы ішчан бір жіп қолымны болды декен, балларымның бойнını қысып самай чоң қылымен. Тоңгызның өйде чыдығычылығым пәкатлық қанмады. Лекен маңа тәксәң, жапа татып қаласам мекен? Мені азырақ қандырғын Розы Мәммәд. Ләқімім қораздап ұшырғалы мекенға қанат сөрәп бермейдіған сән. Білсәң жапаның үстігі толған адамлар біз. Мен өзімні ойлаған болсам, азырның өзді доппамны асманға ататтым. Лекен шуық сатмамда ішкі балаң білән қаттық зағырны ғажап отырсаң, менің жүркім чыдымайды мәңнейса. Дауыт Тұрғы деген оғыры кеч күндіз демей коллектив әмгек селе беріп, белімні руслығылым қоймады. Avval mən Məttoxtudan ajırşay. Onundan keyin ikimiz bu mahalleden beşimizni elib chiqib ketayli. Davut Torg'ili bo'ladigan bir nenimiz ishki bo'lmaydi. Sen Rastulla men bilan er-xotin bo'lishni qaror qilib bo'ldingmi? Shundoq. Gap faqat sendala qoldi. Bu mening tushim emasdi. Rozmamat Xo'roz xushalligidan sakritishga arala turadi. Voy bir tuzuk gap qila. Tush ko'rayotganda qilamsan? Rozmamat gap qilmay, Mangsaning qo'lini yitilab, oq olmaning tubidagi eriqning ichiga akirdi. Tang yurishi bilanla tuz qo'lash uchun atlangan Matqasim yo'rg'a Imin Shangyu, Sayim Shalo qatorliqlar bir kun kashkicha tarlab pishib, qo'lab bo'lgan tuzni xalta qachilgandan keyin g'arb tarafdagi ufuq totinchoq qizning mang'izda qizirishga boshlaganda uylariga qarab yo'l elishdi. Iminko. Bugun atdigandan boshlab yerdan payshanbalik alanmagan xotindak chiroying ichilmayli keldi-ku. Chirayimning ichilmasligida sabab bor, uka. Ba'zida mening nisibamga chang silib, haqqimni qirqimoqchi bo'layotdi. Sayim Shalok Imin Shangyuning degan gapining tigiga yetib bo'ldi. Mening nisibamga deb qo'ygan texa. Udil kaganlar odam suyisi bo'ladigan quduqning suyini qizg'inib bo'lanmaysa, aka. Kim deydi uni hamma odam suyisi bo'ladigan quduq deb? Ucho, akan qarg'ayning nisibisi manda. Voy, qisqlik qilma aka, voy. Aldin alginab,
nap tegmasa qo'ng'iga tap deydi. O quduqni boshqalar ishiltib turganga uprab tugi tushib ketarmidi? Ey, ishitmo, suv ichadigan yaliqini boshqalardan qizg'inidi-yu, men ishchilik bo'lanmasmanmi? Hay, mahu gaping qamlashmadi deyman. Amaliyotda u quduq sana tava emas. Shunga sening qizg'inib ketishingning zaruriyati yo'q. O quduqni egisi mardlik bilan saxovat qilni keng ichib, boshqalarning foydalanishi uchun berib atgan tursa, sen qoltaq nimaga qizg'inatdi, ha? Sendek o'zim ishiltayotgan narsani hamma odamning tang ishiltishiga sunib ko'nmabdi ekanman, uka xappamma. Shunga uning egisi borligini menga askatmasangmi bo'ladi. Ikkisining parangini anglab kelayotgan Matqosim Yo'rg'a hech nimani tushunmaydi. U ikkisining talash tortish qilishidan zerikdi bo'g'ay, ularga dedi. Bo'ldi qilinglar. Sizlarning gapinglarni faqat tushunmadim men. Qaysi quduqning gapini qilishyapsizlar? Quduqning suyini kim ishlasa o'xshash-ku. Ikkisi Matqosim Yo'rg'aning gapini anglab, xildab kulishib ketdi. Matqosim Yo'rg'a ularning kulishayotganligiga qarab, texmo hayron bo'ladi. Hepbelli. Matqosim adışım cin gap qildi. O quduqni kim ishlansa o'xshash. Emin Şangyo'ning boshqasi ishlansa bo'lmaydi deb quduqning eg'iziga yeziqlik emasga men qarsam. Shuni ishiltiyverdim-ku. Bu gapni anglab Emin Shangyo'ning jini chiqdi. Qo'rilib qolgan qop-qora chiroyi po'sti suyutilgan piyozdek oqirib ketdi. Bir-g'irich o'ltirishgan nursiz ko'zlari yo'g'on echildi. Qaraganda men ishlatgan quduqning suvi bak tetib ketgan o'xshamamdi sanga. Xaqdan oshqan narsani ishiltib yo'nab ketgan yumdikash asli senkansan, ha? Ey, sen bu xaqdan oshqanni ishiltib-atsan-ku, ha? Sen degandek o quduqning suvi anchibak suzuk emas. Udilchagan biri ishiltib-berib, liyib dog'lashib ketgan suv. Bunda qizg'an chiqib ketma, ey. Ikkimiz qarindoshdan chora o'tgan odamlar. Shundoq tursa, bir quduqni o'rtaq ishlasak nimish qilmoqda. Navoda meni ishiltibdi deb, sening ishlatgani ko'ngling ko'tarmasa, men ishiltib-beray bo'ldi. Ey, sana yana bir qitim deb qo'yay, so'yma. Quduqning suyini ichish tugul, ko'z olaytib qarg'uchonma. Anildingmi? Yili baka quduq tushib ketib chiqolmay qolma yana. Men tushib ketsam chiqolmoqdak. Tigiyo quduq vo'g'aymaydi-ku. Sen menga tahdid solmay ishingni qil. Qachon ishlatgim kelganda ishiltib-berman berib. Emin Shangyo yana bir narsa desa, Matqosim Yo'rg'aning oldida chandurib qo'yishdan qo'rqdi. Shuni o'zidan yiroqlab ketayotgan eshikning keyindan yetishib olib, tuz besilgan harvuning ustiga tayoqni ilib, eshakning so'ngichiga 5-6 ni urvatdi. Mendan oshqa yundini asal ko'rib ichirgan shapaqchi go'y. Aqchan yundig'i tilib, bo'yning sunib, o'lisan-ku sen. Sayim Shalukmo hammaning oldida yo'l boshlab ketayotgan eshikining nuqtasini tatib turib til soldi. Öpapni yondima yeydigan, asaldan qil ilg'aydigan qumsa. Tuzini yeb tuzlig'ini chaqadigan nomard qisqish. Ikkisi eshikini dastak qilib biroz tillashdi. Shundaqdimi ular Matqosim Yo'rg'aning bilib qilishidan qo'rqadigan bo'lg'achqa, amalning boricha jidallashib qilishdan saqlandi. O'lishgan oqshom Matqosim Yo'rg'a jangalga ketib, uyda yo'q fursatdan foydalanib, Emin Shangyo Avzugulni izlab borgan edi. Avzugul Eminni ko'ribla o'ngrab yig'lig'icha Sayim Shalukning o'zini ani topganligini aytdi. Emin Shangyo uni anglab, tishlarini biliginicha dedi. Qonaqtaq. Odam tepilmagandek Avzugulga iplas qo'lini sunib shudamadi, ha? Qaraganda burningning bezini ep qo'ymasam, odam bo'lmaydigan o'xshaysan sen. Xattoqda. Shunga Emin Shangyo tuzg'a borgan fursatdan foydalanib, Avzuguldan yiroq turishni aytgan bo'lsa-mu, lekin Sayim Shaluk uning gaplarini qirg'a ep qo'ymadi. Shunga bugun yo'lda ketib o'tib, ikkisining chuju xo'rozadek cho'qishib menishi bekor emas edi.
Pat-pat Almaxon bozning olmasiga eg'iz tegib turishni o'ziga odat qilib olgan Masidiq bugun kechdimi gugun vaqti bilan chiroq tuvidan aylangan parvondak Almaxon bozning darvozasi atrofidan agib ketanmidi. Almaxon bozni boshqa mahallalik bir shirdam tuqquni yo'qlab kelgan edi. Shuncha kech bo'lib ketsimi, Almaxonning uyining oldida bog'lab qo'yilgan harviliq qichir hech yo'qlay demaydi. Masidiq Almaxon bozning uy tarafga qayrildigan qapoq terakning daldisida qichir qo'shilgan harvining joyidan tezroq qo'zg'alishini taqozolik bilan kutib o'tadi. Alloh makon kelganda qalandala. Kech kirib kelsinmi, po'qigan to'qchilik bo'lib makoniga qaytib ketay demaydi ya. Tulchokaning yarim shapildagi shirinlik gaplarga xumar bo'lib o'tirib ketdimi ya bular? Bu cho'konmiz uchirqali kishiga qosh ko'zlarini o'ynatib, lap etib kunib qoldimi ya? Masidiq qapoq terakning tuvida sho'lgaylarni yutib, ko'zi teshilib ketgudak bo'lganda, kumush qo'ng'iroqli qichir harvisi qo'ng'iroqlarini tirinchitqanicha joyidan qo'zg'aldi. Masidiq Shoman qapoq terakning daldisidan chiqib, Almaxon bozning uyiga qarab yugurdi. Kech bo'lganda poyi qadamlari yetib qapti-ku, xo'jam. Dedi uyning orichida chiniq qochlarni g'uchiriltib ovoz chiqarg'inicha yuvotgan Almaxon boz. Endi shu ko'ktat yeringizga sal ko'chiraymikin deb keldim-ku, xon. Kechikib qapla, xo'jam. Ko'ktat yerimga tunugin mushu vaqtda sho'xli ko'chirib bo'lgan. Hozir liqida sho'xli qizirib may bog'lab ketdi. Apla, yomon bo'pti-ku. Savzi ko'chirgidek azroqni bo'shab qo'ymay, hammasiga sho'xli ko'chirayotganingiz nimasi endi? Savzi ko'chirgidek vaqtingiz bo'lmag'ashqa, yer bekor tursimi turadi ekan. Sho'nga sho'xli ko'chirib yetibdi-man emasmi? Ay, nimandoq o'pkingiz yo'q xotinsiz? Bir necha kun bekor turganga nima bo'ladi yeringiz? Bekor tursa bo'lmaydi, xo'jam. Yer o'zimning. Nima terig'im kelsa, shuni teriyman. Sen manqıdan xushum ketib qolsa, ko'ktat yerimni boshqalarga berib etaman texi, savzi ko'chirgili. Bu gapni anglab, Masidiqning chiroyi o'ngib ketdi. Yuragiga birsi qo'qas qo'ygandek kullamchilik azobida puchilib ketdi. Almaxon boz Masidiqning chiroy ifodasini ko'rib turayotgan bo'lsa-mu, hech nimani bilmas bo'lib olib, o'z ishiga mashg'ul bo'ldi. Almaxon, bundaq yeringizni xohlagan birisiga berib versangiz, men ko'chirgan savzidek yerlishamaydi emasmi? Öp, kush, deslar xo'jam. Boshqalarning savzisi yerlishammamdo, men o'zim bilaman. Xohlasam sen ko'chirsan savzini, xohlamasam boshqalar ko'chiradi. Yer o'zimning. Agar men o'ngch ko'chirsam bo'ladi desang, men bilan xatlashib, ko'ktat yerimni shaxsiy qilib setib ol. O chaqda qachon ko'chirgin kelsa, shu chaqda ko'chirsan, menmi o chaqda sendan boshqaga bermayman. Masidiq nim deyishni bilanmay, beshini qashlab turib qoldi. U Almaxonning gapiga yo'q deydisa, uning mamuqdek yumshoq bag'ridan ayrilib yashashni tasavvur qilolmaydi. Ma'qul deydisa, onasi dematlik bir ayolni xotinlikqa olsa, al mahallaning oldida bosh ko'tarib yurolmaydi. Masidiq ikki toshning orliqida bir hazo qapsilib qolgandan keyin Almaxon bozga gapmi qilmay chiqib ketdi. Almaxon boz gap qilmay chiqib ketayotgan Masidiqning keynidan bo'z ko'zlarini paqirtib qarag'inicha turib qoldi. Mavloy g'azal rastila mendan yuz o'rdim-u nima? O'rayim postek degan o'likini tirikini pishtimaydigan bexilning siqib yalab topgan targiniga ega bo'lay desam, moyada bir manqushim gaptirimni parvoyiga olmay ketib bordi ya. Menmi sal oldirib ketibman emasmi? Asli bu manqini aldab silab, asta ayvashga keltiradigan ish ekan. Masidiq Almaxon bozning uyidan nihoyatda xapchiray holda uyiga qaytib keldi.
u uyi kelganda Urayim postak hadab xotini Chinarxonga kayıvatat. Men sana neçi qitim dedim, ha? Qazanni taladiki o'choqqa asmay uyga as deb. Vay. Etken aşkı kişini bilip turduğun tayyak ayyak hoşlarının balıqını bilmemtin sen, ha? Tapqan təgirimizdə haqq berib ötəmişindak. Nimandaq tətürlük qılıdığanlar dadısı. Yaz günüdeki demək ısıqda öydə tınğılı bolmasa ya. Onun üstüge mening öpki kesilim yani qozg'ilib qolgandek turidi. Uyga birarisi kelsa balani yemaydi. Yesi birar qachi oshni yashu. Asta, ma xotunni chashqan jig'a paq ye deganda gap qilsan, ey. Tapqan tagirimda haqqi yegizdiganqa kallam ishib qolmadi mening. Chinarxon piqsiq o'g'ri bilan tang turishni xohlamay, qozonni uyga yo'tkashga kirishib ketdi. Urayim postak darvozadan kirgan masdiqni ko'rib, yana zuvoni echildi. Lalma, ko'chaga chiqib qolgan buzuq xotindek gugum vaqti bo'lsa uyda o'tiramaydigan bo'lib qolding ya sen. Masdiq dadisining gapini anglamagan bo'lib, menga va'di. Men senden gap so'rayotma, hey, bo'lmas. Bağa yeringda qulqinga bir narsa kirib ketdimi ya? Ajab qanot quyruqi yetilib popla, gapimizni anglamas bo'lib ketdi-ku bu yog'och quloqlar. Gulayim degan dig'irab qolgan enakmi talodin kirmaydigan bo'lib ketdi. Texich yo'q mana. Endi u Bağcal uyga kelsa, tizining ostini chiqib o'taman. Yığlab qaqshab yurib, savzini terib bo'lib, amdila degan Matqurban kanayning beshiga yana g'am tushdi. Savzilar ungili bir hafta bo'la bo'lmayla ussab solishishga boshlagan edi. Amdi Matqurban suning amalini qilib, mayslarni sug'armasa bo'lmaydi. Mahallada Matqurbandan boshqalar bug'doyning o'rniga qunoq bergan bo'g'achqa, texa amdila ungan qunoqlarning qo'li qetib bo'lmaguncha hech kim sug'armaydi. Mush tarafi Matqurbanning beshini qattirat.